Sizlar oson deb o'ylayapsizlar bomdodga turishni, birodarlar. Oson emas bomdodga turish. Sizlar saratonda Ramazon ro'zasini tutishlik oson ish deb o'ylayapsizlarmi? Bu oson emas bu. Siz topgan pulingizni 2,5% zakot qilib berib olishlikni oson ish deb o'ylayapsizlarmi? Oson emas bu. Agar Alloh oson qilmagan bo'lsa. Endi Alloh bizga oson qilib qo'yibdimi? O'sha uchun osonlik bilan qilyapmiz. 14 soat hech narsa yemay yurasizlarmi deydi. Yo'q. Suv ham ichmaysizlarmi deydi. Yo'q. Aqliga sig'dira olmaydi bu. Siz uchun 3 kuni ozgina mashaqqat oladi, keyin nima bo'lib qoladi? Rohat bo'lib qoladimi? Buni mana bergisi ekan. Alloh sizga oson qilib qo'yganligini bergisi. Bomdodga turish oson emas, birodarlar. Jumaga kirish ham oson emas. Do'konni yopib qo'ying.